down the west coast. Wow, zo'r tovar. Qidiramiz, topamiz. Topdim-ku. Wow. Qo'limdagi bu tovar pult va Wi-Fi yordamida boshqariladigan barcha qurilmalarni buzib kira olar ekan. Rostdan shunaqami? Sinab ko'ramiz. Mana bu katta bo'lgan mashinasi, bu pultni hozir ochamiz. Hop, mashinamiz ochildi. Qulflaymiz. Hop. Mashinamiz qulflandi, endi flipper bilan birga ochamiz. Qani? Hop, 1, 2, 3. Nima bu? O'rtoqlar, bu matoq orqali istalgan shlagbaumni ochsanglar bo'ladi. Sinovimiz tugadi. Tovarimizning funksiyalari juda ham ko'p ekan. Bu adapter yordamida PlayStation'dagi o'yinlarni bemalol cheat qilib o'ynasangiz ham bo'lar ekan. Buni keyingi videolarda ko'rsataman. Bu tovarni ayrim kasb egalari o'z sohalari bo'yicha ishlatishadi. Istalgan odamni foydalanishini maslahat bermayman. Yanada qiziqarli tovarlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, shu sahifaga obuna bo'lib qo'ying.